Bismillahirrohmanirrohim. Ad-da'watu ila Allohi, Allohga da'vat qilishlik. وعجز فرعون ولم يجد جوابا فأراد أن يتخلص فقال. Va Fir'avn ojiz bo'ldi va javob topolmadi va xalos bo'lishlikni xohladida va aytdiki: "Va ma robbul alamin allazi asma'uka tadhkuruhu." Olamlarning Robbisi nima edi u dedi. Allazi asma'uka tadhkuruhu, uni aytayotganligini eshitayotgan olamlarni Robbisi nima edi u dedi. Qala robbus samawati wal ardi va ma baynahuma in kuntum muqinin. Agar ishonsanglar, agar tasdiqlasanglar, osmonlar va yerni Robbisi va ularning o'rtasidagi barcha narsalarning Robbisi dedi. G'adiba Fir'aun min hadal javobi va arada an yaghdaba ahlul majlisi va yata'ajjabu. Fir'aun mana bu javobdan g'azablandi va majlis ahli ham g'azablanishligini va ajablanishligini xohladi. Qala liman hawlahu ala tastami'un. Va Fir'aun o'zini atrofidagilarga eshitmayapsizlarmi dedi. Walam yaqta' Musa al-kalam bal daraba Fir'aun darbatan thaniyatan. Musa gapni bo'lmadi, balki Fir'aunga ikkinchi zarbani berdi. Qala robbukum va robbu abaikum al-awwalin. Sizlarni Parvardigoringiz va avvalgi otalaringizni ham, ota-bobolaringizni ham Parvardigori dedi. Washtadda ghadabu Fir'aun wa lam yasbir va qala inna rasulakum alladhi ursila ilaykum la majnun. Fir'aunning g'azabi qattiqlashib ketdi va sabr qila olmadi va aytdiki: "Sizlarga jo'natilgan bu elchingiz jinni ekan" dedi. Majnun ekan dedi. Va lam yaqta' Musa al-kalama va daraba Fir'aun darbatan thalithatan. Musa gapni bo'lmadi va Fir'aunga uchinchi zarbani berdi. Qala robbul mashriq wal maghrib va ma baynahuma in kuntum ta'lamun. Aytdiki, agar aql yuritadigan bo'lsanglar, mashriqni va mag'ribni, sharq va g'arbni va ularning o'rtasidagi narsalarning Robbisi, Parvardigori dedi. Va arada Fir'aun an yashghala Musa an hada al-mawdu' al-murri va arada Fir'aun an yutira ghadaba mala'ihi. Fir'aun Musoni mana bu achchiq mavzudan mashg'ul qilishlikni xohladi va Fir'aun o'zini yordamchilarini, malaklarini g'azabini qo'zg'atishlikni xohladi va aytdiki: "Qala fama balul qurunil ula." Aytdiki, avvalgi avlodlarning holi nedir dedi. Qala Fir'aun fi nafsihi. Fir'aun mana shunda o'zini ichida aytdiki: "Iza qala Musa innahum kanu ala al-haqqi qultu fa innahum kanu ya'buduna al-asnama." Fir'aun o'zini ichida aytdiki, agar Musa ular haq ustida edi desa, aytamanki, ular ham butlarga ibodat qilar edi deb. Va iza qala Musa innahum kanu fi dalalatin wa safahatin ghadiba ahlul majlis va qalu inna Musa sabba aba'ana. Va agar Musa ular zalolatda va ilmsizlikda edi desa, majlis ahli g'azablanadi va Musa bizni otamizni so'kdi deydi deb aytdi Fir'aun o'zini ichida. Walakinna Musa kana a'qala min Fir'auna va kana Musa ala nurin min rabbih. Lekin Musa Fir'aundan aqlliroq edi va Musa Robbisidan, Parvardigoridan bo'lgan nur ustida edi. Faqala va aytdiki: "Ilmuha 'inda robbi fi kitab." Uni ilmi Robbimning huzurida kitobdadir, ya'ni Lavhul Mahfuzdadir. La yadillu robbi va la yansa. Robbim, Parvardigorim adashmaydi va unutmaydi. Thumma ansha'a Musa yaqulu ma kana Fir'aun yafirru minhu va yatakhallasu. So'ngra Musa Fir'aun undan qochayotgan va undan xalos bo'layotgan, undan qutulayotgan narsani gapirishlikni yana boshladi. Davom etdi desak ham bo'ladi. La yadillu robbi va la yansa degandan keyin, Robbim adashmaydi va unutmaydi degandan keyin, allazi ja'ala lakumul arda mahdaw va salaka lakum fiha subula va anzala minas sama'i ma'an. Shunday zotki, sizlarga yerni beshik qarorgoh qilib berdi. Va salaka lakum fiha subula, va unda yo'llar paydo qildi va osmondan suv tushirdi. Va tahayyara Fir'aun va buhita va lam yadri ma yaqulu. Va Fir'aun hayratga tushdi va buhita, bu ham hayratga tushdi, dovdirab qoldi va nima deyishlikni bilmay qoldi.
فقال ما تقوله الملوك كلهم إذا عجزوا وغضبوا. va podshohlarning barchasi agar ojiz bo'lsa va g'azablansa aytadigan narsani aytdi. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. agar mendan boshqasini iloh qilib olsang albatta seni qamalganlardan qilaman dedi.